Akalar 89 ming shunaqa shikkalat variant topib qo'ydim. Qaranglar. 100% yog'ochdan qurilgan 1.6 sotuvli. Xonadon kirishimiz bilan shunaqa katta hovlimiz bor. Bemalol bitta mashina qo'yish imkoniyati bor. Past tomonda podval qismimiz katta o'lchamda. Bu yerda aynan sevimli xonasi bu kuxnya qismimizda kafillik qilingan tashqari qilgan oynasi bor. Eshiklarga e'tibor berasiz. Yaxshi romlardan qo'yilgan termo. Uyga kiramiz. Uyga kirishimiz bilan shunaqa xonalar ketma-ketligi boshlanadi. Chap tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, zal qismimizda bo'ladi. 15-20 kishi mehmon kutib olish imkoniyati bor. Tashqari qaragan katta romlari bor. Uyimiz 1.6 sotixli 5 ta xonadan iborat bo'ladi. 10 tomondan bolalar yotoqxonasi yaxshi aboylardan yopishtirilgan, chiroyli remontdan chiqqan. Uyimiz 110 kvadrat bo'ladi. Yonida yana bitta qizlar yotoqxonasi. Bu yerda ham chiroyli aboylardan foydalanilgan. O'zining oynasi bor. Uyimiz tupli pol va radiator asosida isitiladi. Yon tomonimizda xonamiz bor bu yerda ham. Tashqarida orqa hovlimiz bor. Orqa hovlimizdan ham foydalanish imkoniyati bor. Yaxshi o'lchamda yonginasidan ko'rishingiz mumkin. Общий sanuzel. Uning yon tomonida ota-onalar yotoqxonasi. Bu ham yaxshi o'lchamda. O'zining ichida sanuzeli bilan birga tashqari qaragan oynasi bor. Akalar joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Xonobod mahallasi bo'ladi. Bu mahallada kommunikatsiyalardan muammo yo'q, ya'ni svet, suv, gazlardan muammo yo'q. Hamma sharoitlarimiz bor. Hovliga mashina kiradi. 110 kvadrat, 1.6 sotuv, 5 ta xonadan iborat bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, past nomer qolaman, telefon qo'rasizlar.